bir paytlar 500 ga kirmoqchi bo'lsang muqaddimani o'qi degan edim. Endi 1000 ga kirmoqchimisiz? Mudarris o'qing. Nima uchun aynan Imom G'azzoliyni shaxsiyati to'g'risidagi kitobni ommaga taqdim qilmoqdasiz degan savolning javobi shuki, Imom G'azzoliy rahimahulloh o'z davrida shunday asoslarga ya'ni qo'l urganki, bu zotni hujjatul islom deyishgacha borishgan. Ya'ni islomning hujjati. Agar Imom G'azzoliyni to'g'ri tushuna olsak va uni madaniy merosini xalqimizga to'g'ri yetkaza olsak, xalqimizning ichida ziyoli fikrni o'sishligi keskin darajada ortadi. va oddiy kitobxon ham bu kitobni o'qiydigan bo'lsa, go'yoki Imom G'azzoliyni yonlarida yurgandek tasavvur qiladi. Imom G'azzoliyning shaxsiyati shuki, shar'iy ilmlarda ham yetuk darajaga yetishgan, tasavvufda ham, falsafada ham eng yuqori martabaga, eng yuqori cho'qqiga erishgan inson bo'lganlar. Demak, Imom G'azzoliyda hammasi bo'lgan, moli davlat ham bo'lgan, mansab ham bo'lgan, lekin mana shu holatda ham bu kishi o'zlaridagi o'sha komillik sifatini hech yo'qotmaganlar. Mana shu jihatdan ham bu alohida bir ahamiyatga ega hisoblanadi. Mudarris degan kitobni tarjimasini taqdim qilar ekanmiz, xalqimizga o'qishni tavsiya qilar ekanmiz. Avvalo kitob roman shaklida va bunga qo'l urgan, buni tarjima qilgan va tahrir qilgan insonlar zamonamizdagi eng peshqadam olim insonlar. Ya'ni Imom G'azzoliy islom olamida falsafani, ya'ni falsafa deyilganda o'sha paytda ilm fan, ratsional fikrlashni to'xtatib qolgan, hamma narsani din bilan, ya'ni e'tiqod bilan bog'lagan va inson tafakkurini to'xtatgan. Mana shu fikrlarning ostida ham G'azzoliy bilan Ibn Rushdni bilmagan odamlar nima to'g'ri, nima noto'g'ri ajratmaydi. O'sha ma'noda biz G'azzoliyni bilishimiz kerak. Shuning uchun Imom G'azzoliydan boshlashimiz kerak. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Kitobxon podkastiga xush kelibsiz yana bir bor. Bugun podkastimizning ikkinchi suhbati va bu suhbatni tayyorlashda mavzuni nimadan davom ettiramiz deganda bir har xil fikr bo'ldi va bu yerda siz o'tgan safar ajoyib bir mavzuni ko'targandingiz, ya'ni o'zlikni anglash uchun, tafakkurning asoslariga qaytish uchun uning markazini topish kerak deb Imom G'azzoliyni misol keltirgan edingiz. Va bugun aynan Abr nashriyoti tomonidan e'lon qilingan, nashr qilingan Mudarris kitobining taqdimotini qilsak kitobxonlarga va bu haqda suhbatlashsak. Demak, bugun suhbatimizda hurmatli tomoshabinlar, ustoz Abror Muqtarali va Abr nashriyotining bosh muharriri va filologiya fanlari doktori Komil Umar akamiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Xo'p, suhbatni boshlashdan avval umumiy savol beraman. Ya'ni bugun nimaga Imom G'azzoliy haqida gaplashmoqchimiz? U kishining shaxsiyati, islom olamida, umuman ilm fan olamida tutgan o'rni, ahamiyati haqida biroz ma'lumot berib o'tsangiz. Rahmat, tashakkur. Bu kitobxon guruhimizni davom etishligi tarafdoriman, albatta davom etsin. Bundan keyin ham mutaxassislar kelib shu joylarda o'tirib xalqimizga kitobxon formatini, kitobxon sifatini ko'rsatishligini tilakdoshiman. Imom G'azzoliy haqlarida bugun suhbatlashishdan ko'zlagan maqsad Imom G'azzoliy bizni qadriyatlarimiz bo'lsin, diniy e'tiqodimiz bo'lsin, madaniy merosimiz bo'lsin, meni ko'z qarashimda markaz hisoblanadi, markaz. Agar Imom G'azzoliyni to'g'ri tushuna olsak va uni madaniy merosini xalqimizga to'g'ri yetkaza olsak, xalqimizning ichida ziyoli fikrni o'sishligi keskin darajada ortadi. Chunki ko'pchilik Yevropani taraqqiyotida bir qancha musulmon shaxsiyatlarni zikr qilishadi. Masalan, Ibn Xaldunni, Ibn Rushdni, Jobir ibn Hayyonni, shunga o'xshagan mashhur Zarqoviyga o'xshagan mashhur bir allomalarni zikr qilishadi-da. Lekin ularni orqa merosini qarasangiz, G'azzoliy turadi. Ibn Rushd G'azzoliyni tanqid qilish orqali go'yoki o'zini asarlarida tanqid qilyapman degan fonni berish bilan aslida G'azzoliyni tasdiqlagan bo'lib chiqadi.
bizda ko'p odam tanqid bilan tasdiqni yoki tanqid bilan taqdirni farqiga bormaydi. Masalan, bir odamni tanqid qilishingiz mumkin, asli uni taqdirlayotgan bo'lishingiz mumkin. Qaysi ma'noda? Masalan, filologiya fanlari nomzodi. Bu kishi bir jumlani tuzayotganda men bu kishiga siz shevadan aralashtirmang desam, kimnidir ko'zida tanqid bo'ladi, lekin bu kishiga nisbatan taqdir bo'ladi. Nimaga? Siz ziyoliy insonsiz. Siz filologsiz. Sizga yarashmaydi bu. Sizni maqomingiz baland degan ma'no bo'ladi. O'sha ma'noda Ibn Rushd G'azoliyga nisbatan tanqid nazari bilan qaragan, tarix ko'rsatadiki, taqdirlagan bo'lib chiqadi. Va Ibn Rushdni o'zlariga markaz qilib olgan Yevropa ziyolilari, madaniy muhit Imom G'azoliyga nisbatan biroz yon ko'z bilan qaraydi. Go'yoki Imom G'azoliy naqliga suyangan, aqlni ikkinchi planga qo'ygan va aqlni ishlatish to'g'ri emas degan fikrga borib qolgan. Nima uchun Imom G'azoliy desa, mana shu fikrlarni o'ldirishimiz kerak. Mana shu fikrlarni to'g'rilashimiz kerak. Chunki bizni mustaqil bo'lganimizdan keyin katta-katta darvozalar ochilib, juda ko'p yaxshi shamol kirib kelishi bilan birga chang to'zon ham kirib kelyapti bizga. Bizning xalqimizni fikriy qarashlari bo'lsin, e'tiqodiy tushunchalari bo'lsin, madaniy merosi bo'lsin, hammasini loyihalashga urinayotganlar bor. O'shalarning ichida qadimchilar, jadidchilar degan tushunchalarni kuzatyapmiz. Mana shu fikrlarning ostida ham G'azoliy bilan Ibn Rushdni bilmagan odamlar nima to'g'ri, nima noto'g'ri ajratolmaydi. O'sha ma'noda biz G'azoliyni bilishimiz kerak. Imom G'azoliy rahimahulloh o'z davrida shunday asoslarga ya'ni qo'l urganki, bu zotni hujjatul islom deyishgacha borishgan. Ya'ni islomning hujjati. Nima degani? Imom G'azoliyga qarab islomning to'g'ri tushunchasini shakllantirib olish mumkin. Hujjat ya'ni. Hujjatga qarab yurasiz degani. Bu odam islomning hujjati degan kunyani olishi oddiy narsa emas. O'sha ma'noda biz bu Mudarris degan kitobni tarjimasini taqdim qilar ekanmiz, xalqimizga o'qishni tavsiya qilar ekanmiz. Avvalo kitob roman shaklida. Va bunga qo'l urgan, buni tarjima qilgan va tahrir qilgan insonlar zamonamizdagi eng peshqadam olim insonlar. Tahrir qilishlikda mana Komil Umar do'stimiz, filologiya fanlari doktori qo'l urgan va roman ommabop shaklda qilingan. Bu ilmiy emas. O'qigan odam zerikib qolmaydi. Bitta o'tirganda bir nafasda o'qib chiqsa bo'ladigan va juda ko'p chiroyli xulosalarni olish kerak bo'lgan kitob. Yana Imom G'azoliyga nimaga urg'u beryapmiz desa, qaysi jamiyatda inqiroz boshlansa, o'sha jamiyatdagi inqirozni bosh omili fikriy inqirozdan boshlanadi. Fikrlarda turli xil talotim, turli xil tafriqalar va natijada birlik parchalanadi va millat inqirozga yuz tutadi. O'sha birlikni ta'minlansa, fikriy ta'minlash bilan boshlanadi. Fikriy milliy qadriyatlar, e'tiqodiy birlik, insoniy omillar, hurmat nazariyasi, qubuh hasan falsafasi, shunga o'xshagan narsalarni birlashtirib olganimizda, fikr birlashgandan keyin shaxsiyatlar birlashadi. Shaxsiyatlar birlashsa jamiyat kuchli bo'ladi. Imom G'azoliyni o'z davrida qilgan eng katta ishlaridan biri ana shu fikriy birlikni ta'minlagan. O'z davrida botiniy tariqatlar, turli xil falsafiy qarashlarda ro'yobga chiqqan radikal tushunchalardagi guruhlarga ayovsiz raddiyalarni bergan. Ularga raddiya berar ekan, avom xalqni esdan chiqarmagan. Avom xalq ham nima bilan shug'ullanish kerakligini, qaysi ilmda qayergacha borish kerakligini yo'l xaritasini chizib bergan. Bir kitobi bor, Iljomul avom an ilmil kalom degan. Omma xalqni kalom ilmidan tizginlash. Kalom ilmi, falsafa. Hamma falsafa bilan shug'ullansa, qo'yi kim boqadi? Misol uchun, soddarotil bilan aytganda. Hamma falsafa qilaversa, ilmiy ish bilan kim shug'ullanadi? Hamma o'zini ishini qilsin, falsafani faylasuflar qilsin degan ma'noda ajoyib bir yo'riqlarni ko'rsatgan. Tahofutul falsafa asari bor, kelajakda uni ham tarjima qilish rejamiz bor. Va bu kitob ana shu ma'noda, ana shu markazdan
siz bizni yoshimizni ulg'aytiradi. Man bir paytlar 500 ga kirmoqchi bo'lsang muqaddimani o'qi degan edim. Endi 1000 ga kirmoqchimisiz? Mudarris o'qing. Katta rahmat ustoz. Umuman haqiqatdan ham o'zi Imom G'azzoliy deyilganda o'zbek kitobxonlari deyarli aksari, ya'ni mumtoz adabiyotni o'qiydigan o'zbek kitobxonlarining deyarli aksari bu ulug' zotni bilishadi. Kitoblari bilan tanish. Faqatgina bir masalaga oydinlik kiritib bersangiz, siz o'zi qisqacha aytib o'tdingiz. Ya'ni bir insonni ulug'ligini bilishimiz uchun undan oldingi holat qanday bo'lganligini bilishimiz kerak. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning islomning kirib kelishi insoniyatga, butun insoniyatga qanday rahmat ekanligini bilishimiz uchun, qadrlashimiz uchun undan avval johiliyat davrini his qilishimiz kerak-da hayotimizda. Haqiqatdan bu johiliyat davr qanday ekanligini bilsakkina keyin islomni qadrlay olamiz. Xuddi shunga o'xshab, ya'ni Imom G'azzoliy yashagan 12-asr, 11-asr, 12-asrlarda islom olami qanday holatda edi? Bu e'tiqodiy jihatdan, siyosiy jihatdan, ilmiy jihatdan va balkim bu qoloqmidi yoki ildamlab ketib qolganmi haddan, umuman olganda qanday ediki va bunga islohotga muhtoj edi. Qanaqa holatda edi? Xo'p, mashhur tarixchilar tarixni o'rganishlikda bir qancha asoslarni qo'ygan. Tarix haqida gaplashayotgansiz, to'g'ri narsaga urg'u beryapsiz. Tarixni xulosa olishdan oldin o'sha zamonda ijtimoiy holat qanday bo'lgan, madaniy saviya qanday bo'lgan, iqtisodiy vaziyat qanday bo'lgan, siyosiy vaziyat qanday bo'lgan. Bularni tushunmasdan turib, o'sha tarixga xulosa aytib bo'lmaydi. Masalan, deylik, Qutayba ibn Muslim davrida 4000 ta odamni o'ldirgan desa, hozirgi kunda tasavvur qilib, bay qotil bo'lgan ekan deysiz. Vaholanki 4000 ta odam ular bosqinchi bo'lgan, birovi uyga bostirib, qizini o'g'irlab, zo'rlab, pulini olib, o'zini o'ldirgan odamlar bo'lgan. Va uni Qutayba o'zlari o'ldirmagan, o'sha Xorazm shohini o'zi iltimos qilgan, shularni yo'qotib ber, bu shaharni vayron qilyapti degan. Unaqangi siyosiy vaziyatni bilmasdan turib xulosa aytsangiz, bugungiga solishtirsangiz, noto'g'ri chiqaveradi. Imom G'azzoliy davrlaridagi vaziyatni bilish uchun o'sha paytdagi ijtimoiy madaniy saviya qanday bo'lgan? Men ijtimoiy madaniy saviya deganda xalqni, jamiyatni e'tiqodi, adabiyoti, nima bilan mashhur bo'lgan, kasb hunarlari hammasini o'z ichiga olishini nazarda tutyapman. Imom G'azzoliy davrlari falsafa cho'qqiga chiqqan davr bo'lgan. Chunki islom olami butun dunyoga yoyilishligi natijasida forslardan, yunonlardan, hindlardan bir qancha odamlar musulmon bo'lib, musulmon bo'lganda o'zini ko'tarib yurgan xaltasini tashab kirmagan. O'zini xaltasi bilan kirib kelgan. U xaltada turli xil falsafiy qarashlar bo'lgan. O'sha falsafiy qarashlar shu darajada ta'sir kuchini orttirib olganki, odamlarni jamiyatdagi kasbiy faoliyatini ham to'xtatib qo'ygan. Ular faqat falsafiy qarash bilan shug'ullanishga o'tib ketishgan. Natijada harbiy salohiyat inqirozga uchragan, iqtisodiy vaziyat, ya'ni inqirozga uchragan, tanazzulga yuz tutgan va butun xalqni boshi tashvishdan chiqmay qolgan. Nizomi mulkni bilamiz, vazir, mashhur Saljuqiylarning vazirlaridan. U kishi haqida ham bir asar tarjima qilinyapti, nasib bo'lsa taqdim qilamiz. Bu o'ylaganki, fikriy tarqoqlikni tugatmaguncha birlikka, kuchga ega bo'lmaymiz. Uning uchun nima qilish kerak? Masalan, Ismoiliyya degan tariqatlari botiniy fikrlarni targ'ib qilayotgan davr. Hashoshiylar, hash deyiladi, ular narkomanlar. Assassinlar. Hozirgi kunda kinolari assassin deydi, alamut deydi. Alamut emas, al-maut. Qal'alari bo'lgan, o'lim qal'asi degani. O'sha joyi egallab olgan Hasan Sabboh ularning boshlig'i, o'zini ergashuvchilariga kuchli narkoz beradi, narkota beradi. Uxlab qolgandan keyin uni bir joyga olib borishib, g'orga
chiroyli qizlarni qo'yib qo'yib, suvlarni oqizib qo'yib, bulbullarni sayratib qo'yib, o'ziga kelganda bir yarim kun yashattiradi shunda. Keyin yana narkozni berishadi, yana qaytadan olib kelib narigi joyda uyg'otishadi. Hasan Sabboh aytadiki, jannatni ko'rdingmi deydi. Ko'rdim jannat. Menga ergashsang o'sha yerga tushasan deydi. Bo'ldi, odamlar zombiylashib, mana shu botiniy tariqatda ketgan. Qanaqa isloh qilib bo'ladi bularni? Davlat kuchi yetmayapti. Nizomi mulk bir ikki marta harakat qilgan Hasan Sabbohni yo'qotishlikka. Lekin yotog'idan hanjar topgandan keyin to'xtagan. Bu xavfli degan. Butun dunyo josuslik faoliyatlarini dodasi bo'ladi Hasan Sabboh. Va o'ylaganki, bu yo'l bilan iloji yo'q. Nima qilish kerak? Odamlarni fikriy tozalash kerak. O'shaning uchun madrasalar qurgan, nizomiyya madrasalarini asoschisi Nizomiy mulk. Va madrasalarga mutaxassislarni tayinlash kerak va izlanib gap ko'rishib Imom G'azoliy bilan ko'rishganda qoyil qolgan uni salohiyatiga va bosh mudarris qilib Nizomiy madrasalariga Imom G'azoliyni tayinlagan. Imom G'azoliy mantiq, kalom ilmi, fiqh, aqidani birlikda o'qitgan. Ya'ni fikrni tozalashlikdagi fundamentlar bular. Falsafiy qarash o'rniga kelmasa, odamlar nimani gapirayotganini tushunmaydi. Mantiq bo'lmasa, inson qilayotgan nutqidan samara ola olmaydi. Fiqhni bilmasa, amaliyot yo'qolib ketadi. Aqidani bilmasa, Sufi Alloh aytganini singari, aqida bilmagan shaytoni eldir. Agar 1000 yil amal deb qilsa yeldir deydi. Yel bo'lib qoladi. Shamol hech narsaga ta'sir bo'lmaydi. Imom G'azoliyning yutuqlari shundan iborat bo'lgan. Madrasada shu darajada faoliyat boshlangan va o'zidagi siyosiy imkoniyatdan foydalanib da'vatlarda, bahslarda o'zini salohiyatini ko'rsatgan. Shuning uchun Imom G'azoliydan boshlashimiz kerak. Katta rahmat ustoz. Haqiqatan ham Imom G'azoliy haqida gapiradigan ahamiyat jihatidan juda katta, har bittasi alohida mavzu bo'ladi. Lekin bir bevosita kitobga o'tishdan avval Imom G'azoliy haqidagi ba'zi juda ko'pchilik so'raydigan savollarning bir qanchasini berib olmoqchiman. Undan keyin kitob haqida, bevosita uning nashriyoti haqida, tarixi haqida so'zlashamiz. Har doim aytib o'tdingiz, ya'ni bizning tafakkurimizga hujum qilinadigan vaqtda albatta bizdan qandaydir o'ylantirib qo'yadigan savollarni, odamlarni adashtiradigan masalalar ko'tariladi. Tarix davomida yopilgan, lekin o'sha masalalar ko'tariladi va odatda g'arb sharqshunoslari ko'taradigan birinchi masala, oradan masalan Imom G'azoliydan keyin deylik 600 yil o'tganda ham islom olami dunyoda 1700-1800 yillargacha islom olamidagi 3 ta yirik imperiya, Eron, Usmoniylar va Boburiylar, Temuriylar imperiyasi dunyodagi eng yirik imperiyalar bo'lgan va eng ilg'or davlatlar bo'lgan. Buni ko'pchilik aytishmaydi. Vaholanki ular Imom G'azoliydan keyin ham 600-700 yil davomida hukmronlik qilishgan. Lekin oradan 800 yil o'tib, mana 1800-900-yillarga kelganda qisqa muddatga deb umid qilamiz. Bu islom olami inqirozga yuz tutganda buni ilm-fanda no'noqlik bilan bog'laydi va ilm-fanda ortga qolishini Imom G'azoliy bilan bog'lashadi. Ya'ni Imom G'azoliy islom olamida falsafani, ya'ni falsafa deyilganda o'sha paytda ilm-fan, ratsional fikrlashni to'xtatib qolgan, hamma narsani din bilan, ya'ni e'tiqod bilan bog'lagan va inson tafakkurini to'xtatgan. Bu bilan masalan Ibn Sino va Farobiylarga qarshi chiqqan juda qattiq gaplar gapirilgan va natijasi shu bo'lgan deb ikkinchi tarafni fikrlarini bildirishadi. Bunga qanday bir javob beramiz? Yuqorida biroz ishora qilib o'tib ketdim. Bu Ibn Rushddan ta'sirlanish natijasida kelib chiqayotgan xulosalar. Aslida Imom G'azoliyni o'zini o'qisak, o'sha Tahofutul Falasifani 10 varaq o'qigan odam bu gaplarning hammasini asossiz ekanligini ko'radi. Imom G'azoliy Tahofutul Falasifada 20 ta masalani ko'targan. 20 ta masaladan 3 tasida o'sha Farobiyga, Ibn Sinoga, ular orqali Sokratga, Aristotellarga qo'shilmasligini aytgan. Ular moddiy, ya'ni fikr bilan topsa bo'ladi degan da'voni qilgan narsani moddiy fikr bilan topib bo'lmaydi degan. Misol uchun deylik, o'lgandan keyin qayta tirilish masalasi. O'lgandan keyin qayta tirilish masalasini moddiy laboratoriyada topib bo'lmaydi.
Ibn Sinoda shu fikr bo'lgan. O'lgandan keyin jasad emas, ruh qayta tiriladi degan fikr bo'lgan. Bu fikrni tanqid qilgan. Bu naql bilan kelayotgan narsaga biz ishonishimiz kerak degan. Mana shu narsani ular moddiyunchilar noto'g'ri talqin qilgan. Lekin Imom G'azoliy aytadiki, naql bilan ishonish kerak bo'lgan narsani modda bilan kashf qilish kerak bo'lgan narsaga taqqoslab bo'lmaydi degan. Soddaroq qilib misol keltirgan, masalan, oydagi nur quyoshdan tushadi degan, to'g'rimi? Oydagi nur quyoshdan tushadi. Oyning nuri o'ziniki emas degan narsa moddiy isbotlasa bo'ladigan narsa buni. Lekin deydi, naqlda kelsaki, oyning nuri o'ziniki deb kelgan bo'lsa, kashfiyot bilan topilgan moddiy laboratoriyadagi bu narsani misol keltirib, naql xato ekan deyishga haqqing yo'q degan. Endi moddiy tomondan topdi to'g'ri narsani, naqliga to'g'ri kelmayapti-ku deb buni xato deyishga haqqing yo'q degan. Chunki bu ikkalasi ikkita jabha degan. Biroz murakkabroq bo'ldi tahlil, chunki G'azoliy shuni keltirgan. Men soddaroq misol keltirib tushuntirmoqchiman. Masalan, qabrda azob bor. Bizning e'tiqodimizda naqlda kelgan. Payg'ambar alayhissalom qabrdagi azobdan panoh so'rayman, duo qilganlar. Iymon keltiramiz, qabrda azob yoki rohat bor. Bugun nima kashf qilindi? Kamera, mikrofon kashf qilindi. Bugun kamera, mikrofonni qabrga qo'ysaydi, bu yoqqa chiqib turib, quloq solsak, qabrda tinch, hech gap yo'q. Endi shunda nima yuzaga keladi? Ikkita xulosa. Birinchisi, kamera bilan mikrofon kashf qilingan, ular orqali qabrdagi holatni kuzatdik, demak qabrda azob yo'q degan xulosa noto'g'ri. Endi qabrda azob yo'q, payg'ambar noto'g'ri aytibdi degan mana bu kamera bilan mikrofonni ushlab turgan odamni misol keltirib, kamera mikrofonni inkor qilishga haqqimiz yo'q. Bu ikkalasini jamlash falsafiy qarashda islom olamini, insoniyatni taraqqiyotga turg'izadi. Nima deydi? Sen e'tiqodni e'tiqod bilan hal qil deydi. Sen deydi taraqqiyotni taraqqiyotga qarab yurgiz deydi. Hattoki bu o'sha Baytul Hikma ijod qilinishida mana shunga urg'u berilganligini ta'kidlaydi. Baytul Hikmada Harun ar-Rashid asos solgan, Ma'mun rasmiylashtirgan, misli ko'rilmagan taraqqiyot markaziga aylangan. Dunyoni bugungi kundagi Arastuni tanishligi, Saqrotni tanishligida Baytul Hikmadan qarzdor butun olam. Shunday. Chunki Arastuni tarix mobaynida qaytadan tarjima qilib insoniyatga taqdim qilgan musulmon olimlar, ya'ni musulmon tashkilotlari. O'sha joyda e'tiqodni aralashtirmalaring degan Harun ar-Rashid taqiq qo'ygan. Masalalarni tahlilida e'tiqodiylarni aralashtirmanglar. Har kim o'zini kitobidan dalil keltirmasin. Injilda bundoq degan, Qur'onda bundoq degan demalaring. Sizlar moddani surishtirlaring, falsafiy qarash. Undan tashqari yana bitta ajoyib ilmiy haqiqat bor. Barcha fanlarni insoniyatga samara beradigan nuqtasi falsafasi. Tarixni oddiy o'qigan odam tarixdan sanalarni o'rganadi, falsafiy qarasa tarixdan ibrat, qonun, ijtimoiy masalalarni ko'tarib oladi. Inson jasadiga qarasa, inson jasadni ko'radi. Yegan narsasidan to'yadi, ichgan suvdan chanqog'i bosiladi, bo'ldi. Falsafiy qarasa tibbiyot paydo bo'ladi. Barcha fanlarni ortida falsafa bor. O'sha falsafadan foydalanish kerak deydi. Lekin falsafani mana bu nuqtalariga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki bu nuqtalarga yetib borib bo'lmaydi. Laboratoriyaga solib bo'lmaydigan, qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan masalalar bu. Masalan, qidam masalasini. Dunyo abadiy deydi. Ibn Sino bunga qo'shilgan. Dunyo abadiy, tugamaydi, boshi yo'q degan. Imom G'azoliy aytganki, unda nimaga hozir vaqt bor? Ha, xuddi shunday. Tasalsul botil degan tushuncha bor. Misol uchun deylik, abadiylik Zanjiri abadiy mumkin emas. avvalga qarab keta olmaydi. Ha, abadiylik hozirgacha ham yetib kela olmaydi. Hozir o'tyaptimi, abadiylik yo'q. Misol uchun deylik, sabab dunyosini gapirgan nedansanlik deydi turklar. Nimaga degan savolni beraversangiz, bu tugamasa, bir joyda to'xtamasa, botil mantiq bo'ladi bu. To'xtash kerak. Tasalsul botil shundan kelib chiqqan.
Misol uchun deylik, men bir ishxonada ishlayman. Ishdan ruxsat so'rashligim uchun men rahbarga ariza yozishim kerak. Arizani yozdim. Rahbar o'zini rahbariga ariza yozish kerak. U rahbar o'zini rahbariga bu to'xtamasa men ta'tilga chiqa olmayman. Bugungi hayot bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Demak, shuni isbotlagan. Va aytganki, biz degan dunyoni boshini, oxirini ko'ra olmaymiz-ku hozir, tepada emasmiz-ku. Dunyodan tashqarida emas, ichidamizmi degan, ichi bilan shug'ullanaylik degan. Imom G'azoliyni g'oyasi botiniy falsafiy qarashlardan qutulib, moddiy harbiy salohiyatni to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak. Iqtisodni to'g'ri yo'lga, siyosatni to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak. Birlikni ta'minlashimiz kerak. Jamiyatni bir qilishimiz kerak. Ana undan keyin biz natijaga erishamiz degan. Lekin Ibn Rushd o'sha 3-4 ta tanqid qilingan narsani o'zini olib, bu aqliy salohiyatga qarshi gaplar, moddaga, ilmga qarshi gaplar degan talqinni bergan. Yevropa shuni ko'tarib olib turib, Imom G'azoliy ilmga qarshi deb xulosa beradi. Biz bunga aldanmasligimiz kerak. Bu kitobni o'qiganingizda yana G'azoliy haqlarida boshqa asarlarni ham tahlil qilib ko'rganingizda Imom G'azoliy haqiqiy ma'noda hujjatul islom bo'lgan. Katta rahmat ustoz. Umuman olganda, ya'ni falsafani tushunadigan insonlar bu tahofutul falsafa yoki Imom G'azoliyning o'sha qarashlarini haqiqiy bir mezonga, bugungi kundagi mezon bilan solishtirsa, falsafaning o'zini emas, yo ilm fan bilan shug'ullanishni emas, ilm fan bilan shug'ullanib ketib qolingan xato yo'llarni tanqid qilganligini bilsa bo'ladi. Xulosalarni bilsa bo'ladi. Biz asosan bitta kitob bilan, Ihyoul Ulumuddin bilan juda ko'pchilik taniydi Imom G'azoliyni shaxsiyatini, lekin umuman olganda bir masalada biz kamroq e'tibor qilamiz deb o'ylayman-da. Masalan, yaxshi kitoblarni olamiz, o'qiymiz, lekin bu kitoblarni yozilish qanday muhitda yozilgan? Bu yozilishi oson bo'lganmi, qiyin bo'lganmi? O'sha yozuvchining shaxsiyati o'zi qanday bo'lgan? Asarning muallifi yoki kashfiyotning muallifi qanaqa davrda yashagan? Oldida qanday qiyinchiliklar bo'lganmi? Bu o'zi ham ibrat. Masalan, Ibn Sinoni hayotini oladigan bo'lsangiz, shunday hayotni o'zida yashab turib shuncha asar, adashmasam 400 ga yaqin asarlarni yozishining o'zi bir mo'jiza. Beruniyni oladigan bo'lsangiz, o'sha G'aznaviylar tomonidan olib saroyga olib ketilgan, 17 marta urushlarda qatnashgan va Beruniyning o'zi ham aytadiki, men shuncha davr davomida o'sha sultonni vafotidan keyingina men ilm fanga shug'ullana oldim. Juda ham qiyin vaziyatda yashaganman. Ya'ni juda ham ko'p saroyning ishlari bilan, topshiriqlari bilan, vazifalari bilan mashg'ul bo'lganman deydi. Va har bir olimning hayoti o'zgacha. Va biz Imom G'azoliyning shaxsiyatiga ham alohida bir e'tibor berib o'rganishimiz to'g'ri hozirgi holatda deb o'ylayman va mana shu kitob aynan shu maqsadga xizmat qiladi deb o'ylayman. Endi bevosita kitob haqida savol beradigan bo'lsam, bu nashriyotning kitoblari orasidagi o'rni, bunga tarjima qilishga undagan sabablar, shavq deydik yoki bo'lmasam o'sha qandaydir maqsad va tarixi haqida, ahamiyati haqida bir ma'lumotlar berib bersangiz. Savol uchun tashakkur. Xo'p, birinchi navbatda nima uchun aynan Imom G'azoliyni shaxsiyati to'g'risidagi kitobni ommaga taqdim qilmoqdasiz degan savolning javobi shuki, bilamizki, har bir insonni, har bir oila, umuman olganda butun jamiyat, davlatning asosiy maqsadi o'sha tarixda o'tgan buyuk shaxsiyatlarni yana qaytadan dunyoga keltirish. Albatta savol tug'iladi, buni qanday amalga oshirish mumkin? Buni javobini hammaga ma'lum tarzda aytadigan bo'lsak, buyuk shaxsiyatlarni dunyoga keltirish uchun avvalo o'sha buyuk shaxsiyatlar qanday sharoitlarda vujudga kelishdi, qanday tarbiya olishdi, qanday muhitda yashashdi, ularni hayot yo'li qanday bo'lgan, ana shu narsalar bilan tanishib chiqish albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu ma'noda Imom G'azoliyni tug'ilganlaridan boshlab to vafot etgungacha bo'lgan davrni, u kishini ilmiy faoliyatlarini, qanday qilib ilm yo'liga kirganliklari va bu yo'ldagi mashaqqatlarni qanday tarzda kechib o'tganliklari, asarlarni qanday ta'lif etganliklari, bunga nimalar sabab bo'lgan, nimalar turtki bo'lgan,
mana shu savollarga javobni aynan mana shu mudarris kitobida topishimiz mumkin bo'ladi. Imom G'azoliy to'g'risida juda ko'p kitoblar yozilgan. U kishini o'sha avtobiografiyalarini jamlagan kitoblar ko'p. Shu kitoblar ichidan saralab aynan mana shu kitobni tanladik. Bunga birinchi sabab uning ichidagi faktlar, tarixiy manbalarga suyangan holda keltirilganligi va ikkinchidan kitobxonlarni qiziqtiradigan uslubda yozilganligi, ya'ni adabiy uslubda yozilgan. Ya'ni adabiyot ahli ham bu kitobni mutolaa qiladigan bo'lsalar, ularni qandaydir me'dalariga tegmaydi. Badiiy tasvir vositalaridan ham tashbihlar, majozlar, istioralardan juda chiroyli foydalangan va oddiy kitobxon ham bu kitobni o'qiydigan bo'lsa, go'yoki Imom G'azzoliyni yonlarida yurgandek tasavvur qiladi. Demak, hozirgi yosh kitobxonlar uchun nimaga muhim? Kitobxon buni o'qish orqali butun boshli bir umrni xaritasi ko'z oldida gavdalanadi. Masalan, bir inson deylik Toshkent shahridan Qoraqalpog'istonga qarab yo'lga chiqmoqchi bo'ladigan bo'lsa, uni oldida ikkita yo'l bor. Birinchisi tavakkal qilib, yo'l bilmaydi, tavakkal yo'lga chiqishi mumkin. Nima bo'ladi? Yo'lda qoqiladi, radarga tushishi mumkin, to'g'rimi? Har xil, masalan, notekis joylarda qoqilishi mumkin, boshqa yo'llarga kirib ketishi mumkin. Manzilga yetib borish masalasi qiyinroq bo'ladi, cho'ziladi. Ikkinchi odam shu yo'lni bosib o'tgan kimdandir so'raydi. Qanday qilib borsam bo'ladi deganda tushuntiriladi. Falon yo'ldan yurasiz, falon joyga borganda tezlikni kamaytirish kerak va hokazo tavsiyalarni eshitgandan keyin insonni xayolida xarita paydo bo'ladi va u inson manzilga oson yetib boradi. Mudarris kitobini har bir talaba, har bir ilm ahli, har bir inson o'qish kerak bo'ladi. Chunki umrni xaritasi, umrni oxirgi manziliga qadar qanday tarzda kechirish kerak, qaysi yo'ldan yurish kerak, bu masalalarning hammasi ushbu kitobda batafsil bayon qilinganligi uchun va tili ham sodda bo'lganligi uchun aynan shu kitobni tarjima uchun ixtiyor qildik va bu kitobni tahririda ham ilmiy jihatdan, badiiy jihatdan yetuk mutaxassislarimiz ustida ish olib borishgan. Xudo xolasa bu kitobxonlarimiz uchun manfaatli, foydali kitoblardan bo'ladi. Katta rahmat. Umuman olganda mana oxirgi davrlarda bir qancha kitoblar, ulug' ulamolar haqida bir qancha badiiy romanlar nashr qilinyapti. Avvallari o'zi o'zbek adabiyotida masalan Alisher Navoiy haqida, Bobur haqida, Mirzo Ulug'bek haqida ham romanlar bo'lgan. 100 yillik deyarli tarixga ega bo'lib qoldi endi bu asarlar. Va endi boshqa jabhalardagi vatandoshlarimizni ham, olimlarimiz ham kitoblari chiqyapti. Adashmasam bir kitob juda ham mashhur bo'ldi. U ham bizning deyarli vatandoshimiz Abdulloh ibn Muborak haqlarida, savdogarlar ustozi degan. Bu ham yoshlar orasida juda mashhur kitob bo'ldi. U kitobning o'ziga xos jihati shundan iborat ediki, hayotiy hikoyalardan tashqari qandaydir ko'rsatmalar, yo'l yo'riqlar berilgandi. Va yaqinda yana bir katta bir roman chop etildi Imom Motrudiy haqlarida va hokazo. Va mana shu kitobdagi kitobni o'zi, ya'ni janri haqida va undan biz qanday manfaat ola olamiz degan bir savolni bermoqchiman. Ya'ni bu yerda faqatgina hayotiy hikoyami yoki orasida Imom G'azzoliyning qaysidir qarashlari, tavsiyalari, masalan bilim olishga tavsiyalari, farzand tarbiyasi haqida deylik, oilaviy sharoit haqida, holatlar haqida qandaydir bir tavsiyalar ham o'rin olganmi? Ya'ni Imom G'azzoliyning ilmiy merosidan ham ulush bormi? Xo'p, albatta, kitobni demak uslubi shuki, o'sha voqealar Imom G'azzoliyni tillaridan hikoya qilinadi. U kishini hattoki o'sha ichki kechinmalari ham kitobda ochib beriladi. O'sha ilmni boshlaganliklari, o'sha ilmda muvaffaqiyat qozonganliklari va ulamolar orasida mashhur bo'lib, alal oqibat o'sha Nizomiya madrasasida bosh mudarris bo'lishlari va mana shu jarayonda inson o'zini qanday tutishi kerak, axloq qanday tarzda bo'lishi kerak, ilmni nima uchun o'rganish kerak kabi masalalarga ham javob beriladi.
imom g'azoliyni mashhur bir so'zlari bor. Talabnal ilma li g'ayrillah fa aba an yakuna illa lillah. Ya'ni mazmuni shuki, biz ilmni Allohdan o'zga narsalar uchun o'rganmoqchi edik, lekin Alloh uni faqat o'zi uchun bo'lishini xohladi. Ya'ni nima uchun bu so'zni keltirdilar? Bu kishini bilamizki, yoshlik davrlarida otalari vafot etgan, otalaridan yetim qolgan, mablag' masalasi muammo bo'lgan. Ana shu davrda bu kishini otaliqqa olgan shaxs madrasaga olib boradi. Ya'niki madrasada bilamiz ham ilm bo'ladi, ham ta'minot masalasi ham bor. Birinchi navbatda shu maqsadda borgan, lekin davomida o'sha ilm o'rganish asnosida ilm faqat uchun xolislikni talab qilganligi, ilm olish orqali faqat shaxsiy manfaat ko'zlanishi to'g'ri ish emasligini tushunib yetadilar va hayotlariga mana shu narsani tatbiq etadilar. Demak, ilm o'rganuvchilar ham ilmni nima uchun olish kerakligini, asosiy birlamchi maqsad nima bo'lishi kerakligini aynan mana shu G'azoliyning hayotlari misolida ko'rish mumkin. Hattoki o'sha Saljuqiylar davlatini vazirini eng yaqin insoniga aylandilar, bosh mudarris bo'ldilar. Mana shu jarayonda ham u kishi o'zlaridan qandaydir qoniqish hosil qilmaydilar. Balki shundan keyin o'sha 11 yil davomida Uzlatga borib, hech kim u kishini tanimaydigan joyga, bir o'sha Shom diyoriga safar qiladilar, yana boshqa diyorlarga safar qiladilar. Har qachon o'sha joyda bir mashhurlik bo'lgandan keyin, hamma u kishini tanib, atroflarida inson yig'ilgandan keyin chetga qochadilar. Ya'niki o'zlarini, nafslarini muhosaba qiladilar va shu orqali kamolotga erishadilar. Imom G'azoliyning shaxsiyati shuki, bu kishi shar'iy ilmlarda ham yetuk darajaga yetishgan. Tasavvufda ham, falsafada ham eng yuqori martabaga, eng yuqori cho'qqiga erishgan inson bo'lganlar. Demak, muvaffaqiyatni juda ko'p nuqtalarini, juda ko'p jabhalarida o'zlarini topgan inson bo'lganlar. Va ana shu holatda inson o'zini qanday tutish kerak degan masalalarga mana shu orqali biz javob topishimiz mumkin. Hozirgi davrda masalan axloqda tanazzul bor, yoki masalan inson qo'liga pul tushgandan keyin bosar tusarini bilmay qolish masalalari bor, yoki mansabdor shaxs mansabidan noto'g'ri yo'lda foydalanish masalalari bor. Demak, Imom G'azoliyda hammasi bo'lgan, moli davlat ham bo'lgan, mansab ham bo'lgan, lekin mana shu holatda ham bu kishi o'zlaridagi o'sha komillik sifatini hech yo'qotmaganlar. Mana shu jihatdan ham bu alohida bir ahamiyatga ega hisoblanadi. Albatta, o'ylaymanki kitobxonlar uchun juda qiziq bo'ladi va muhimi, siz aytib o'tdingiz, bu ravon tilda, ya'ni tushunarli tilda tarjima qilingan dedingiz. Va suhbatimizni bir yakuni sifatida ruxsat bersangiz bir savol bilan murojaat qilmoqchiman, ustoz. Ya'ni biz o'zbek kitobxonlariga ma'lum taraflari bor Imom G'azoliyning, lekin hali tarjima qilinmagan asarlari, hali tarjima qilinmagan, yetib kelmagan fikrlari va o'ziga xos taraflari bor. Shu jihatlarini yoritib bersangiz. Mavzu o'laroq juda keng vaqtni oladigan savol. Ya'ni Imom G'azoliyning madaniy merosi juda katta, juda ham katta. Ihyo Ulumuddin bizda tarjima qilingan. Undan tashqari Kimyoyi Saodat asari bor. Kimyoyi Saodat bizni tasavvurimizda qandaydir bir oddiy mavzularga o'xshab ko'rinadi. Lekin Kimyoyi Saodatning to'liq variantini ko'rsangiz, inson nimadan tashkil topganligidan boshlab, uni yegan narsasi nimaga ta'sir qilishidan keyin uni ongi va ruhigacha bo'lgan ta'sir jarayonlarini tahlil qiladi. Bu joyda tibbiyot ham o'rtaga kiradi. Undan tashqari Imom G'azoliyni islom olamida, undan tashqari falsafa olamida tutgan o'rni shu darajada buyukki, usiz masalalar yechilmaydi go'yo. Yechimlarni berib ketgan. Va falsafani shu darajada ichib suv qilib olganki, oxir oqibatda eng zo'r falsafa tasavvuf ekan degan. Do'stimiz aytganning singari tasavvuf qutqardi meni degan.
ya'ni ixlos qayerda ekanligi, foydali ish qayerda ekanligini ko'rsatgan. Kelajakda rejamiz shu, bizni kitobxon gurungimiz, jamoamiz ko'zlagan maqsad, G'azoliydan boshlasak, keyin oldinga o'tamiz. Masalan, Ibn Sinoni biroz tanqid qilgandir, nomini aytmasdan qilgan, lekin tanqid qilgandir, lekin Ibn Sinoda qanaqa yutuqlar bor edi. Albatta. Ibn Sino ham masalan aqliy salohiyatni naqadar kuchli qurolligini aytgan, urg'u bergan. Asarlarida bir inson bir g'orga tushib qolsa, hech kim yo'q. Tug'ildi g'orda, shu yerda katta bo'ldi. Shu haqni topa olaydimi? Savol. Haqni topish masalasi. Masalan, Imom Maturidiy kitobi Tavhidda bularni bo'limlarga bo'lgan. Qayergacha aql javob beradi, qayerdan keyin vahiy javob beradi. Mana shu tahlillarni Ibn Sinoda ham ko'rish mumkin. Ibn Sino o'sha g'orga tushib qolgan shaxsiyat to'g'risidagi falsafiy qarashlarni nuqtasini yozgan. Keyinchalik andalusiyalik olim bor, Ibn Tufayl, adashmasam Abdurrahmon ibn Tufayl, bu o'sha Hay ibn Yaqazon ismli asar yozgan. O'zi Hay degani tirik, Yaqazon degani bu sergak degani, uyg'oq degani. Falsafiy ism qo'ygan. Onasi buni tug'ib o'sha kimdandir qo'rqib sandiqqa solib oqizib yuboradi, borib bir orolga tushib qoladi. Orolda uni kiyik emizadi. Va u katta bo'lib, unga qarab, bunga qarab, g'ordan yurib, sen borsan, meni kuzatyapsan sen menga doim eshitib turibsan, nazorat qilib turibsan deb Allohni topadi. Haqni topadi. Ana shu jarayonlarni yaxshilab kuzatsangiz, bizni merosimizda misli ko'rilmagan boyliklar bor. Har bir fanni falsafiy qarashi bor. Afsuski, Yevropa shu asarlarimizni o'g'irlab, o'zini nomidan bizga qaytadan sotib yotibdi. Biz iste'molchi bo'lib qolganligimiz uchun hamma narsada, yemoq, ichmoq, kiymoq va alohida. Fikriy ma'noda ham iste'molchi bo'lib qolganligimiz uchun doim kimgadir qarab turibmiz. O'shalarni merosini, o'shalarni asarini go'yoki asar deb ko'tarib yuribmiz. Tagini surishtirsak, ajdodlarimizdan qolgan. Hay ibn Yaqazon, buni ham tarjima qilyapmiz. Hozir tarjima tayyor bo'ldi. Tahrir bilan olimlarimiz shug'ullanishyapti. Hay ibn Yaqazon bu aslida Robinson Crusoe'ga ilhom bo'lgan. Robinson Crusoe asarini o'g'irlashgan, to'g'rirog'i, bizni ajdodlarimizdan qolgan merosni ular o'zlariga moslashtirishgan. Keyin aslida ko'p narsalarni bermagan u Robinson Crusoe'da, o'sha Robinson Crusoe o'zi orolda turib keyin Injilni kashf qiladi, Injilga haqiqat shuday degan xulosaga boradi. Hay ibn Yaqazon ham orolda turib hech kim yo'q joyda Allohni topadi. Bu falsafiy asar. Buni ham tarjimasini qildik, xalqimizga taqdim qilamiz. Va bularni bog'liq, bir-biriga bog'liq bo'lgan zanjirini ulashimiz kerak. O'rtada uzilish bo'lib qoldi bizda. Hozir biz tariximizni ham, san'at adabiyotimizni ham, she'riyatimizni ham, boshqa narsalarni ham ulashimiz kerak. Bizni qo'limizda hozir imkoniyatimizda mana shu Imom G'azoliy rahimahullohdan boshlab kelajakda Hashoshiylarni to'dasi haqida alohida Hasan Sabboh nomli bir asarni ham taqdim qilmoqchimiz. Hay ibn Yaqazon tayyor. Va sal oldiroq o'tib Ibn Sino falsafasi, Farobiy. Masalan, Farobiy demokratiya to'g'risida eng yorqin fikrlarni aytgan. Fozil insonlar shahri haqidagi tasavvur, butun insoniyatning huquqlarini himoya qiladigan bir jamiyat, baxtli qila oladigan jamiyat. Va u bilan birga muqaddimani solishtirish. Mana muqaddima hozir xalqimizda juda o'rin tutdi, ko'pchilik o'qidi. Ba'zilar aytadi, kitob rosa maqtadingiz, tushunmadim-a deydi. Tushunganingizda hayron qolardim. U asar, bu ilmiy asar. Ilmiy asar bo'lgandan keyin uni qayta o'qish kerak va kitob o'qishlikning o'zini qoidasi ham bor. O'qib ketayotganingizda ba'zi jumlalar chiqib qolsa, tushunmayapsizmi? Shu jumlalarga aloqador alohida fan bor. U fandan o'zlashtirish kerak edi, keyin yoningizda bir daftarcha olib uni to'ldirib ketish kerak. Kitobdan tushunilgan kitob. Ilgari bizning kitoblarimizda hoshiya deyilardi. Asar o'qiladi, yoniga hoshiya yoziladi. Hoshiyadan asarni tushunib olasiz. Ya'ni ko'proq ma'lumot olasiz.
xuddi shuni singari Imom G'azoliyning Ihyosi ma'lum, Tahofutul falosifa rejamizda bor. Keyin botil toifalarning masalan adashuvi, tadlil ya'ni adashishlik to'g'risidagi kitoblari bor. Keyin o'sha tasavvufni naqadar ahamiyatiga urg'u bergan kitoblar bor. Bularni qilish rejamiz bor, faqat bitta nuqtada emas. Adabiy yoki ilmiy saviyani zanjirini ulash rejasida bu kitoblarga qo'l uryapmiz. Alloh taolo ishlarimizni oson qilsin. Kitobxonlar davrasida kitobxonlarga agar nimadir taqdim qila olsak, shundan xursand bo'lamiz. Katta rahmat ustoz. O'ylaymanki, bugun ajoyib bir mavzuni va ajoyib bir kitobning taqdimotini qildik. Kitobxonlarga buni albatta o'qib chiqishni tavsiya qilamiz va ushbu kitobxon podkastida keyingi mavzularda ham albatta insonlarni bilimga, ziyoga undovchi boshqa bir mavzular, boshqa bir shaxsiyatlar va asarlar haqida suhbatlarimizni davom ettiramiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Kitobxon gurungida kimlar ishtirok etishini xohlasangiz izohlarda yozishingiz mumkin. Unga qarab yana kitobxon gurungini davom ettiramiz. Katta Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat.